Ukam, nima qilyapsan? Jinnimisan sen? Aka nimaga to'xtadingiz? Urvormaysiz? Ha, birodar, nimaga unaqa deyapsiz? Tinchlikmi o'zi? Aka, men bu hayotda to'ydim. Men mashina kaltini olingda men ketdim. To'xta, bu yoqqa o'tgan. Mana mashina o'zingga buyursin. Nima bo'ldi o'zi? Siz men dardim qayerdan ham tushunarsiz. Qandli diabetga chalinganman. Bu O'zbekistonning uni davosi yo'q, aka. Ukam, kim aytdi senga davosi yo'q deb? Hozirgi paytda hamma narsaning davosi bor. Men seni hozir bitta joyga olib boraman, o'zing ko'rasan. Bo'ladimi? Mashinaga o'tir ketdik. Kelinglar xizmat. Professor, sizni oldingizga kelganimiz sababi, sizni men anchadan beri kuzataman va sizga ishonamiz. Shuning uchun sizni oldingizga bu do'stimizni olib keldim. Bu do'stimiz og'ir betob ekan. Buni kasaliga faqatgina siz davo topa olasiz. Qanaqa kasal ekan? Professor, to'g'risini aytsam hayotda yashagim kelmayapti. Qandli diabetim bor, qancha doktorlarga bordim, qancha dori ichdim, hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Buni ustiga xotinim bilan ham muammoim bor, munosabatimiz yaxshi emas. Buni hammasiga qandli diabet sababchi ekan. Qandli diabet ham albatta davolanadi. Umuman o'zi butun dunyoda qandli diabet birinchi dorilar bilan davolanadi. Dorilar yordam bermaganda operatsiya yo'li bilan davolanadi. Bizda ham operatsiya yo'li bilan biz qandli diabetni davolaymiz. Professor, to'g'risini aytsam men qondan, operatsiyadan qo'rqaman. Bugungi kunda operatsiyalar oldingidek kesib bajarilmaydi. Lazer orqali qilinadi, hech qanday qon ham, yara ham bo'lmaydi. Bolalar, sizlarda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, qandli diabet deydimi, semizlik deydimi, shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, professorimizni даже Amerikadan, Kanadadan, hamma davlatlardan qidirib keladi. Bu professorimizni ishonchli, mana bemalol mana profillariga o'tib qilgan ishlarini bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi do'stlar. Mana shu yerga mana nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, o'zlari bilan ham gaplashsanglar bo'ladi.